Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoda sizlar bilan trading boshlash uchun boshlang'ich bilimlar haqida gaplashamiz. Bu yerda birinchi sizlarga tanishtirishim kerak bo'lgan narsa bu bozor. Bozorda biz nimalarda savdo qilamiz va nimalarda savdo qilsak bo'ladi. Bu elektron bozorimizda birinchi o'rinda forex. Forexda hamma davlatlarning valyuta paralari bilan savdo qilsa bo'ladi. Keyingi narsamiz kriptovalyuta. Hamma bilgan o'sha Bitcoin, Ethereum shu narsalar kriptovalyutalarga kirib ketadi. O'sha kriptovalyutalarni spot bozorda olib sotsa bo'ladi yo bo'lmasa xuddi shu forexga o'xshab bu yerda ham futuresda ham savdo qilsa bo'ladi. Keyingi narsamiz bizda metallar. Metallarga nima kiradi? Bu yerda tilla, kumush, mis, shunga o'xshash metallar bilan bog'liq hamma savdo qilinadigan narsalar mana shu metallar bo'limiga kirib ketadi. Undan keyingi bizning savdo instrumentimiz bu indekslar. Indekslar nima deydigan bo'lsanglar, bu ko'plab aksiyalarning yig'indisi. Masalan, S&P 500 juda ham ko'pchilik eshitgan. Bu 500 ta aksiyani yig'indisi indeks qilib bozorga chiqarilgan. Undan keyingi narsa bu aksiyalar. Aksiyalar nima bo'ladi? Kompaniyalar ma'lum bir miqdorga yetgandan keyin o'zini aksiyalarini chiqaradi va mana shu aksiyalarni ham savdo qilsa bo'ladi. Ko'rdinglar, bizda bor yo'g'i shu 5 ta dona instrument degan bo'ladi. Shu narsalarda savdo qilamiz. Bozorimizda mana shu 5 ta narsadan iborat. Buni ichidan yana qo'shimcha narsalar ketgan. Uni уже sekin-sekin keyingi darslarimizda o'rganib borasizlar. Keyingi masalamiz bizda savdo turlari. Ya'ni forex bozorida yo bo'lmasa umuman mana shu elektron bozorda qanaqa savdo turlari bor. Birinchisi intraday. Nima degani bu? Masalan, bugun ochilgan bitimlaringiz bugunning o'zida yopildi. Kun davomida zilkani ochdingiz, ma'lum bir vaqt o'tdi, 1 soatmi, 2 soatmi, 3 soatmi, borani 8 soatmi, bugun o'zida yopildi. Bu уже intradayga kirib ketadi. Agar siz har doim shunaqa savdo qiladigan bo'lsangiz, siz intraday trader hisoblanasiz. Keyingisi swing trade. Swing trade masalan bu bir haftagacha bo'lgan ochilgan bitimlarni ushlab turadigan insonlar swing trade'ga kiradi. Bir hafta atrofida savdo qilishadi. Bu bo'lishi mumkin 2 kun ham, 3 kun ham, yoki bo'lmasa bir haftada yopilishi ham mumkin. Keyingisi holding. Holdingda bu uzoq muddatga savdo qiladiganlar endi mana shu bo'limga kiradi. Bunga asosan holdingda kriptovalyutada ishlaydiganlar bilan plus aksiyalarda savdo qiladiganlarni misol qilib keltirsa bo'ladi. Sababi ular spotda savdo qiladi. Kashlyokka olib qo'yadi yo bo'lmasa aksiyani o'zini olib qo'yadi. Qachon narx ko'tarilsa shunda savdo qilishadi. Undan boshqa savdogarlarni hammasini swing trade bilan intradayga bemalol qo'shib olsak bo'ladi. Keyingi masalamiz bu yerda materiallar. Ya'ni imенно mana shu sohani o'rganish uchun siz stabil foydaga chiqishingiz uchun kerakli bo'ladigan materiallar, ya'ni bilimlarni qayerdan topsangiz bo'ladi. Birinchi varianti hamma bilgan YouTube'da yo bo'lmasam Instagramda hozir juda ham ko'payib ketgan ko'pchilik o'rgatadigan narsalar. Faqat bu yerda bir ikkita nyuanslari bor. Eng birinchi minus tomoni bu yerda siz o'rganishingiz kerak bo'lgan materiallar ketma-ketligi yo'q. O'zingiz topib, o'zingiz bittasi bog'dan, bittasi tog'dan bo'lsa ham harakat qilib topib yig'ib o'rgansangiz bo'ladi. Faqat bu yerda sal ko'proq vaqt ketadi. Sababi ishlamaydigan narsalarni sortirovka qilib chiqishingiz kerak. Ikkinchi varianti qanaqadir учебный sentrga yo bo'lmasam communityga a'zo bo'lgan holatda bu yerda sizga bitta mentor biriktiriladi. O'sha mentor yordamida o'rganish. U sizga bozorda har kuni o'rgatib boradi. Bu yerda vaqtdan yutasiz. Sababi sizda o'rganishingiz kerak bo'lgan materiallar ketma-ketligi to'g'ri taxlangan bo'ladi hamda mentor siz bilan birgalikda savdo qiladi. Bu yerda real vaqtda, real bozorda tezroq praktika olib foydaga chiqishingizga yordam beradi. Yana buni plus tomoni aniq bozorda ishlaydigan o'sha strategiyani o'rganasiz. Qaysidir strategiyani YouTube'dan olib, uni o'rganib, ishlaydimi, yo'qmi, uni tekshirishingizga ketkazadigan vaqtingizni siz ancha ekonom qilishingiz mumkin agar bu ikkinchi misolni tanlaydigan bo'lsangiz. Masalan, bizda bu imенно zona strategiyasi, mana shu zona bo'yicha ishlaymiz. To'g'ri bozorga kiradigan nuqtalarni, mana shu zonalarni topib, masalan, deylik bozorga qayerdan ob'yom kirgan, qayerdan ob'yom chiqqan, shunga bog'liq zonalarni topib, o'sha zonalar bilan ishlash o'rgatiladi. Keyingi gaplashadigan narsamiz, siz nima amallarni bajarmasdan turib bozorga kirishingiz umuman mumkin emas, taqiqlanadi degan bo'ladi. Birinchi narsa sizda aniq strategiya bo'lmasa, bitta strategiyani aniq olib, o'zingizga psixologiyangizga to'g'ri kelgan strategiyani aniq topolmagan bo'lsangiz, bozorga umuman kirishingiz mumkin emas. Endi agar o'zingizga kerakli bo'lgan, o'zingizga yoqqan strategiyani topgan bo'lsangiz, undan keyingi qilishingiz kerak bo'lgan narsa backtest qilib chiqishingiz kerak. Именно o'sha strategiyani istoriyada qanaqa ishlaganligini hammasini ko'rib chiqishingiz kerak. Bu backtest deyiladi. Endi backtest qildingiz, strategiyani tanladingiz, backtestdan ham yaxshi o'tdi. Bu degani sirazi siz savdoga kirib ketishingiz kerak degani emas. Endi именно shu strategiyangizni real vaqtda bozorda qanaqa shakllanayotganiga ko'zingizni o'rgatishingiz uchun real vaqtda siz test qilishingiz kerak. Bu bo'lishi mumkin yo demo hisob raqamida, ya'ni demo hisob raqam bilmaydiganlar bu faqat test qilish uchun beriladigan hisob raqam. Bu yerda qilingan foydani yechib bo'lmaydi. Yo bo'lmasam
sentviy hisob raqamda. Agar sentviy hisob raqamda qiladigan bo'lsangiz, har bir dollaringiz o'sha 100 sent hisoblanadi. Bitta fokusni siz topadigan foydangizga emas, siz ishlatadigan strategiyangiz ertaga foyda olib keladimi yo'qmi shu narsaga qaratishingiz kerak. Agar trading sohasida shunga o'xshash yanada qiziqroq ma'lumotlar sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, darsliklar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizani Telegram kanalimizga o'tib olinglar. U yerda ko'plab bozorda ishlaydigan strategiyalarni tekinga joylab qo'yganmiz. Bizani kuzatishda davom etinglar.